Assalomu alaykum hammaga. Kitobxonlik madaniyatini oshirish yuzasidan Green universiteti xodimlari fikrini birgalikda o'rganamiz. Qani, ketdik. Расскажите о роли книг в вашей жизни. Я думаю, что в жизни каждого человека книги играют огромную роль. У нас огромная библиотека. Каждый ученый, каждый преподаватель университета обязательно посещает библиотеку. Shu paytgacha o'qigan eng sevimli asaringiz qaysi? Dunyoning ishlar asari, chunki bu asar eng birinchi bo'lib o'qigan asarlarimdan hisoblanadi va bu asarda chinakam ona tasviri ifodalab berilgan. How does reading books affect a person's personal and professional development? Will give some time for any person to go deeper into knowledge, imagination, and more related to experience, thinking. Amir Temur tuzuklarini o'qishni tavsiya qilardim. Bu juda ham tarixiy ham ko'p narsalarni o'rgansa bo'ladigan kitob deb o'ylayman. Aslida o'zlari o'qib, kallasida o'sha ularni